narsani odamdan aslida o'rganganman-da. Motivatsiyani ham odam berganlar har doim. Hech qachon yo'dimasdilar-da, например, nimadir qilmoqchiman desangiz, "Da bo'ladi, davay qil" derdim. Nima anaqa yordam kerak bo'lsa, men senga yordam beraman. Davay qilver derdim. Наоборот, ularni ishonganlarini ko'rib, men ham значит, получаться qiladi deb ozgina bo'lsa ham shubha bo'lmagan, что shu narsa bo'lmasligiga. 19 yil oldin opitim bo'lmagan. O'sha paytda mana Instagramdan ishchilar qidiriladi hozir, OLXdan qidiriladi. O'sha payt gazetaga bo'lardi, Maxim Gorkiyda Nedelya degan gazeta bo'lardi. O'sha yerga объявление berardim, shunaqa ishchilar kerak deb. O'shanda ham ishchi topish qiyinroq edi. Birdaniga bu joy, Women Kids birinchi filialini joyini predlagать qilib qolishgan. Mana shunaqa joy bor. Kimdir fitness ochaman deb remont qildirib, keyin yo'q bo'lib qolishgan. O'sha joy arendaga olishmoqchi bo'lishganda. Men o'sha joyni ko'rib, qilasanmi deganda, "Ha, qilaman" degan imенно ayollar, bolalar qilaman. Chunki o'zimda shunaqa xohish bo'lgan. Taekwondo, angliyskiy, почемучка olib borib yurganimda o'zim zerikib o'tirardim. Shu nimaga ayollarga parallelni qilmaydi deb o'ylardim-da, shu ideya oxiri o'zimga kelib anaqa bo'lganda.